Hammaga assalomu alaykum. Bugun bizga PlayStation 3 yetib kelgan. Hozir pochtaga borib qabul qilamiz. Endi tushlik vaqti, ya'ni obed o'qigani uchun hozir obed qilishga kirdik. Obedlarni keyin o'tamiz. Hammaga yaqin ishtaha. Bizlar pochtamizni oldik. Uyga borib raspakovka qilamiz. Mana pochtani olib kelib oldik. Endi bir ochib ko'ramiz. Qani ketdik. Bir endi ko'radigan bo'lsak, chekelab olib bemalol ko'radigan bo'lsak, yangi dedi egasi, ikkita yangi joystik bor degandi. Yangi joystik chiqdi. Demak, original babuch pult. Yana originalniy pult. Yana buni holati yaxshi ekan. Bular menimcha katta plata bo'ladi. HDMI kabel, pult kabel, zaryadli kabel. PlayStation changi bor. 3000 model. Plombasi yo'q. Plomba shart emas agar PlayStation ovozsiz zakon ishlasa. Disklar FIA 3. Red Dead Redemption birinchi часть. Call of Duty World War. Uncharted Drake Sport 2 birinchi часть. Infamous 2. Is Nas The Last of Us legendariy birinchi часть. Uncharted 2. Mass Effect 3. Ultra Street Fighter 2. Call of Duty Modern Warfare 3. Yana bitta shuni o'ziga. Gran Turismo 5. Rosa ko'pni qo'yilgan. Resident Evil 5. Ajoyib. Va BioShock 2. Mana shunaqa do'stlar. Endi buni yoqib ko'ramiz. PlayStation yoqdik. O'yinlar bor ichida. Ko'plari diskda, ma'lumlar disksiz. Bizga endi xotirasi qiziq. Originalniy joystik ishlayapti. Demak, 320 GB bu shunaqangi chiqarilgan o'zi slimlar. 120, 160, 320 talik bo'ladi. Odatda shunaqa. 500 GB kamdan kam bo'ladi slimda. Versiya 489. Hensiz kiradi adashmasam o'yinlarga. Shunaqa. Video yoqsa like bosing. Do'stlarga ulashing. Kanalga obuna bo'ling. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, paka hammaga.